Taxallusi bilan tanilgan o'zbek shou-biznes yulduzlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni kuzatishda davom eting. Eng tezkor, eng ishonchli, eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. O'tkazib yubormang. Shou-biznesdagi ba'zi mashhurlarning haqiqiy ismini bilasizmi? Aksariyat shou-biznes vakillari hujjatdagi haqiqiy ism-sharifi bilan emas, balki taxallusi bilan mashhurlikka erishgan. O'zbek shou-biznesidagi san'atkorlar orasida shundaylari borki, odamlar ularni faqat taxallusi bilan taniydi. Sogdiana. Asl ismi Oksana Nechitaylo. Shahzoda. Haqiqiy ismi Zilola Musayeva. DJ Piligrim. Asl ismi Ilhom Yo'lchiyev. Parizoda. Asl ismi Dilnoza Shermatova. Kaniza. Asl ismi Shahrizoda Ahmedova. Mustafo. Haqiqiy ismi Zohid Yusupov. Dilso'z. Asl ismi Go'zal Jumaniyozova. Afruza. Haqiqiy ismi Dilafruz Rustamova. Sanjay. Asl ismi Sanjar Javberdiyev. Jasmin. Hujjatdagi ismi Madina Fayzullayeva. Bahora Arslonova. Asl ismi Gulbahor Arslonova. Yagzon. Haqiqiy ismi Shohrux Jo'rayev. Imona G'ayratova. Asl ismi Mag'zunabonu Ahmedova. Ruxshona. To'liq ismi Ruxshona Mahmudova. Alixan. Haqiqiy ismi Nurmuhammad Husniddinov. Madina Mumtoz. Asl ismi Madinabonu Musayeva. Siz qanday mashhur insonlarni bilasiz? O'z fikringizni kommentariyada yozib keting.